Xo'p, bizda yana bir qahramon bor va u o'z bolasini taxminan 4 yildan buyon hech qanday gadjetlarsiz, telefonsiz, mobil qurilmalarsiz va hattoki televizorsiz katta qilyapti. Bolaga ba'zi vaqtlarda telefon kerak bo'ladi. Uni chalg'itish uchun yoki Hmm. bola ham juda ham injiqlangan vaqtida telefon so'rab qolishi mumkin. Lekin bu narsani oldini olish uchun avvalambor ota-onani o'zi example, ya'ni misol bo'lishi kerak deb o'ylayman. To'g'ri, men farzandim oldida telefondan foydalanaman, lekin farzandim mening oldimga kelganda, aynan men bilan face to face o'tirib, men bilan o'ynash xohlaganda, shunchaki telefonni yig'ishtirib qo'yib, u bilan birgalikda mashg'ulotlar bilan shug'ullanamiz. Men va farzandim otasi, uchamiz birgalikda yoki otasi va farzandim birgalikda vaqtlarni tashkil qilganmiz. Aytaylik, uxlashdan oldin hamisha kitob o'qiymiz. Uxlashdan oldin, masalan, odatda biz kattalar hamisha telefon bilan uxlaymiz va telefon bilan uyg'onamiz. Lekin shu narsani farzandimda bo'lmasligi uchun hamisha uxlashdan oldin kitob o'qiymiz. O'tiramiz birgalikda, kitob o'qib beraman, keyin o'qib bergan kitobimni u qaytadan o'qib beradi.